Bugun sizlarga buxorocha osh tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizlarga masalliqlarimizdan go'sht, o'simlik yog'i, juvuz yog'i, zig'ir yog'i, sabzi, 2 dona piyoz, 1 kilogramm guruch, tuz, yanchilgan zira kerak bo'ladi. Birinchi ishni men guruchni sovuq suvga ivitib qo'yishdan boshlayman. Nimagaki guruch suvga yaxshi ivitilgan bo'lsa, guruch yaxshi dona bo'lib pishadi. Qozonga o'simlik moyini qozonga solaman. Piyozni yaltiroq rangga kirgancha qovuramiz. Endi sabzilarni somoncha shaklida to'g'raymiz. Piyoz qovurilib ayrimlari nabut rangga kirdi. Go'sht solaman. Mana endi go'shtlarni qovuraman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, go'shtimiz ancha pishgan holga keldi. Endi men bunga sabzini qo'shaman. Mana to'g'ralgan sabzilarni qo'shaman. Sizlarga aytish esimdan chiqdi. Osh mayizini ham qo'shaman ustidan. Zira. Hurmatli meni kuzatuvchilarim, men sizlarga bu sirimni ochaman. Ana kecha qozon kabob pishirgan edik. Ana o'shani zirvagi turgan edi. Yog'li zirvagini ham men oshni ustidan qo'shib yuboraman. Oshlaringiz juda ham mazali chiqadi, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Endi hammasini pishishga qo'yamiz. Mana hurmatli meni kuzatuvchilarim, ana sabzilarimiz pishyapti. Bir kovlab qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilarim, men sizlarga buxorocha oshni sirini ochmoqchiman. Ana umuman meni zirvagimga qizlarjon suv qolmadi. Mana suv qolmadi. Ana shu yog'ga sabzini yaxshilab qovurib olamiz. Sabzi qovurilgandagina oshlaringiz juda ham shirin chiqadi. Ana umuman suv qolmagan vaqtda sabzini qovurganlaringizda sabzi juda ham shirin chiqadi qizlarjon. Yaxshilab qarang, ana buxoro oshini siri mana shunda. Mana sabzini yaxshilab qovuramiz. O'sga solaman qizlarjon. Mana oshimiz zo'r bo'ldi. Birinchi ko'p bo'lib oshimiz zo'r bo'ldi. Xorazmni alanga guruchi dirkillab turadi osh pishirganda. Endi men bunga zig'ir moyini aralashtiraman qizlarjon. Bizni buxorocha oshimiz mana shunday pishiriladi. Zig'ir moyi bilan suv solaman. Mana suv solganda suv guruchni qoplab turishi kerak. Qizdiradi. Ustidan tuz solaman. Tuzni men guruchni ustidan solaman qizlarjon. Ana endi bu oshimizni baland olovda qaynatamiz. Mana oshimiz baland olovda qaynab suvini tortadi. Suvini o'ziga tortgandan keyin damlab qo'yamiz. Ungacha hali guruch qaynashi kerak. Qizlarjon, mana guruch qaynayapti. Endi men buni bir aylantiraman. Hamma guruchlar bir xil bo'lib
bir xil bo'lib pishishi uchun o'zbek palovidek butun dunyoga, bizni o'zbek palovi butun dunyoga mashhur. Bizdaqa palovni hech kim bunaqa o'xshatib pishira olmaydi. Faqat biz o'zbek xalqigina palovni chiroyli qilib, maromiga yetkazib pishirib olamiz. Mana oshimiz suvini tortib bo'ldi. Endi buni bir aylantiramiz. Dam berishga qo'yamiz. Ya'ni bug'ga qo'yamiz deyshadi Buxoroda. Oshni bug'ga qo'ydingmi deyshadi. Oshni mana bu bilan men mana bunday qilib teshib chiqdim. Va ozgina suv soldim. Oshni tagini ham past qo'ydim. Osh dam. Mana qizlarjon, oshimiz taq bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib laganlarga suzamiz. Solasizlar. Avval Buxoroda bizga birinchini solamiz. Bismillah. Sabzi bilan guruchni qo'shmaymiz u. Oshni chiroyli qilib suzamiz. Sabzilari chiroyli bo'lib. Sabzilarni suzamiz. Ana hurmatli kuzatuvchilarim, Buxorocha osh tayyor bo'ldi. Bizni milliy taomimiz Buxorocha osh. Hurmatli meni aziz muxlislarim, hammalaringizni uyimga mehmonga taklif qilaman. Qani endi dasturxonga marhamat.